Bizning bugungi qahramonimiz Zafina Salomova. Yunusobod tumanidagi 70-sonli maktabning 6-sinf o'quvchisi. Zafina inklyuziv ta'lim imkoniyatlaridan foydalanib, qator ijodiy yutuqlarga erishmoqda. Salom bolalar, meni ismim Salomova Zafina. Men 12ga kirdim. Men maktabni juda yaxshi ko'raman. Men ustozlarim juda mehribon. Sinfdoshlari bilan do'st bizlar. Doim birga o'ynaymiz, birga dars qilamiz, rasm chizamiz. Menga rasm chizish juda yoqadi. Ko'proq tabiat va odamlarni rasmini chizaman. Men katta bo'lsam rassom bo'laman. Uning Cheksiz nomli ilk badiiy ko'rgazmasi Inson uchun Respublika savdo-sanoat ko'rgazmasi doirasida tashkil etilgan edi. Bir necha kun oldin u ustozlari ko'magida o'zining ikkinchi ko'rgazmasini ham o'tkazdi. Yurtimizda hozirgi kunda inklyuziv ta'limga bo'lgan e'tibor yanada kuchaymoqda. Men o'zimni mana shu inklyuziv ta'limning bir bo'lagi sifatida his qilaman. O'quvchi Zafina bilan biz kun davomida birga bo'lamiz. Darslar jarayonida, darsdan tashqari individual mashg'ulotlar davomida biz birgalikda u bilan ko'plab fikrlar almashamiz. Men o'ylaymanki, imkoniyati cheklangan bolalar yo'q. Har bir bolalar cheksiz imkoniyatga ega. Sinfdoshlari bilan juda ahil, yaxshi munosabatda, maktabni yaxshi ko'radi. Zafina spektakllarda rol ijro etishga ham qiziqadi va Kichkina shahzoda spektaklida rol ijro qilgan. Bir necha kun oldin shahrimizda Zafinaning shaxsiy ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Maktabimiz jamoasi bilan va sinfdoshlari bilan shu ko'rgazmada biz ham qatnashdik. O'quvchilar juda ham yaxshi taassurotlar bilan qaytib kelishdi va asosiysi Zafina sinfdoshlarini ko'rgazmada ko'rganidan juda ham xursand bo'ldi. Rasm chizishdan tashqari til o'rganishga ham qiziqaman. Rus tilini bilaman, ingliz tilini ham o'rganyapman. Ustozlarga, maktabga rahmat aytaman. Yurtimizda har bir bola, har bir o'quvchining huquqi kafolatlangan. Quvonarlisi, Zafina yaqinlari, ustozlari, do'stlari va davlatimiz ko'magida hayotda o'z o'rnini topmoqda.